Nalat aytam. Nalat aytasizmi? İçmeyim. Yo, anekdot emas legenda. Yaşınız qanchaga bordi? 74. 74 yoshda ekan. Qancha yoshdan beri ichasiz? 7. 7 yoshdan beri ichayotgan. 7 yoshdan qanday aroq ichib qoldingiz Sergesh aka? Atam sherik yo'q, atam meni o'tirib ichatgan. Atam 25 gramdan quyib beratgan. Menga sherik bo'ldi. Yolg'iz ichib o'tirganda. Yolg'iz o'tirganda. Hozir endi manavi otalari "Ke erkagim, bolam, qaramaman" deganlarga nima deysiz? Nalat aytam. Nalat aytasizmi? İçmeyim deb. Mana hozir ko'chada yurganingizga qancha? Endi ko'chada yurganimga 25 yildan oshdi. 25 yildan beri yashab ko'chada yuribsiz. Qishin yozin ko'chadasiz. Krugliy ko'chadaman. Ichganlarga nima deysizmi? Aroqni mana men ichmala qilalbayt aroq. Yo'q. Aroq jengalbayt deganlarga nima deysiz? Xudo yo'q. Xudo taolo ularga nasab bersin, ichishni to'xtatsin. Bardığı uyuyaman öz-özümden bo'lsin. İçkilikni to'xtatsin. İçkilik bo'yda Sergesh aka. İçkilikdan foyda topmadingiz. Yo'q, ichkilikdan hech kim foyda topmadim. Ko'rdingiz hurmatli. O'shandaqdan mana sizlardan men intervyu olayotgan sebebi bu kishini men ko'chada doimo ko'raman. Qizilka shahrimda yashaydi. Ko'chada yurganda 20 yildan oshdi, ichganiga 7 yoshdan beri o'stib kelayotgan bunday aroqda. Biroq Sergesh aka mana bu bizning hozir kichkina pivo ichib qo'yam. Men oyda bir haftalar icham, bir kunda bir icham deganlarga nima deysiz? Bular ham borib ne bo'ladi? Yo'q, bular savsen to'xtadi. O'sha kichkina eng yomon yo'lga boradi. Kasapatiga. Kichkina ha? Kichkinadan boshlanadi. Kichkina cho'ng narsaga aylanib ketadi. O'zi bilmay qoladi. Buna o'qitib ara tug'anlar. Bu kishi yomon narsa aytmaydi. Nima deysiz Sergesh aka? Xudoga shukr, yaxshi nasihat berdim. Sen интервьюңа. Так что давайте, Серgesh aka живет возле Золотого квадрата. Кто хочет помочь, кто хочет ему... Возле мечети. Да, возле мечети живет. Все.